Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibimizga bugun 10 dan ortiq qonun loyihalarini muhokama qilish uchun kiritilgan. E'tirozlar bo'lmasa agar qonunlarni muhokamasiga o'tsak. Javobgarni vakilini majburiy ishtirokini ta'minlash. Rivojlangan davlatlarda javobgar qanday ishtirokini ta'minlaysizlar degan savol bersak, ular umuman tushunmayaptiki, qanday sud chaqiradi, kelmasligi mumkin degan birinchi masala. Sud agar rostdan ham kuchli bo'lmasa, jamiyatda taraqqiyotni ta'minlash juda qiyin bo'ladi. Sud chaqirdimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar borish kerak. Agar har bitta O'zbekiston fuqarosi o'sha sudga bo'lgan hurmati, sudga bo'lgan munosabati agar siz kabi bo'lganda, biz hozir Amerika sudlaridan ham rivojlanib ketgan bo'lardik. Fikrni menimcha oxirigacha yetkazolmadi. Ya'ni o'sha mansabdor shaxsni siz aytgancha keskin chora ko'rishimiz uchun uni o'zini aybi bo'lmasligi mumkin. Sudni bugungi kungacha o'zimizni xohlagan darajadagi qudratli institutga aylantira olmayotganligimiz sababi murosasizlik emas, murosasozlik qilib yotganimiz bilan bog'liq. Sudni yig'ilishiga qaysidir tomon kelmagani uchun hech qachon jarima bo'linmasdi. Chunki sudda ishtirok qilishi u tomonni bir qanaqadir siyosati. Kelmagan emas, balki ishtirok etmagan desa to'g'riroq bo'lar. Agar biz kelmaganligi uchun desa, u majburiy tarzda zalga kelish kerak bo'lib qoladi. Maqsadimiz jarima qo'llash emasda. Biz maqsadimiz ishtirok qilib, mana har bitta vajiga mana bu meni asoslarim bor deyish kerak. Bo'ldi. Odamlarning imkoniyatini nazarda tutgan holda bu yerdagi amaliyotda muammo keltirib chiqarmaydimi? Qonun 3-moddasiga kiritilayotgan tahrir bo'yicha taklifim bor edi. Mudofaa qobiliyati va davlat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlarni bu yerda to'g'rilab ketish kerak. Hozir bu tahrir birinchidan qonunchilikda asosi yo'q, kelgusida har xil talqin qilinishi mumkin. Ikkinchidan asosiy qonun bo'lgan davlat sirlari to'g'risidagi qonunga ham bu to'g'ri kelmaydi.